Assalomu alaykum hurmatli aziz Tabiiy Shifo kanali muxlislari. Bugun sizlar bilan biz oq dog'lar haqida gaplashamiz. Oq dog'lar juda ko'pchilik insonlarda bor. Chunki mana videolarimiz chiqqandan keyin juda ko'p murojaatlar bo'lyapti. Bularda albatta hurmatli aziz yurtdoshlar 3 yildan buyog'i bo'lsa bizga murojaat qilinglar, chunki 3 yildan buyog'idagi dog'larni uzoq davomida davolash kerak, uzoq davomida ularga kerakli oziqasini berish kerak. Bularda sabr kerak birinchi o'rinda, ikkinchi o'ringa unga aytgan narsaga rioya qilish kerak, mahsulotlarni vaqtida ichish kerak. Ko'pchilik toqat yetmaydi, chunki ular u yoqqa borib, bu yoqqa borib, o'sha hafsalasi ham sovigan, qandaydir 2-3 marta aytganingizni qilib turib keyingi oydan talab tortishlikka o'tib ketadi. Shuning uchun yangi boshlanayotgan 3 yilgacha bo'lgan bo'lsa, juda ham tez yaxshi natijalar beryapti. Azizlar, mana shu oq dog'larni keltirib chiqarayotgan omillarni 5 ta omilni biz yo'qotsakkina biz oq dog'lardan qutulamiz. Bularda sababi quyidagicha. Birinchisi, ko'proq stresslardan oq dog' bo'lyapti. Ko'proq buyrak usti nefron bezini faoliyati buzilganligidan. Uchinchisi, bu ko'proq qurt gijjalarni asorati natijasida, quyosh nuridan, shu fotodermatit degan turidan bu oq dog'lar paydo bo'lyapti. Bularda sabablarni yo'qotish uchun mana bizda programma bilan berib boryapmiz. Juda ko'p bemorlarimizga yaxshi natijalar ko'rinyapti. Ayniqsa bolalarda ko'p. Biz bolalar desak, katta insonlarda ham ko'p ekan bu narsa. Xudoga shukr, hammasi yaxshi rezultat olyapti. Bularni mana odzivlarini qo'yib boramiz videolarda. Albatta, bu oq dog'larni yo'qotish uchun terini tashqarisiga surkaydigan kremlari ham bor. Ichkaridan ichib qurtdan bo'layotgan bo'lsa, qurtni stresslardan bo'lsa, antistressiviy narsalarni berib, sekin-sekin ularda programmalashtirib mahsulotlarni berib boryapmiz. Albatta, bunda sizdan yuqori darajadagi sabr kerak, mehr-muhabbat bilan aytgan narsani joyida qilish kerak. Buni to'g'ri ovqatlanish tartiblariga rioya qilish kerak. Azizlar, yana kimda shunaqa oq dog'larda yangi turlari, yangi paydo bo'layotgan bo'lsa, bemalol murojaat qiling. Chunki bu yangi boshlanganda juda ham yaxshi natija chiqyapti. Unaqa qimmat emas. Bir kuningizga kerak 20 ming so'm, 25 ming so'mdan tushadigan shunaqa ajoyib mahsulotlar bor. Shu orqali siz kasalingizga davo topishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Agar sizda savollar tug'ilgan bo'lsa, murojaatlar bo'lsa, mutaxassislar sizni savollaringizga javob beradi. Video so'ngida mutaxassislar nomeri yoziladi.